Assalomu alaykum azizlar. Men shu yerda Santeniman. Mana hozir biz kotelni tomondamiz. Mana hozir suvga tayyorgarlik qilib, hozir 100 metrcha suv tortgan tayyorgarlik qilyapmiz. Mana shuna qilib, mana ko'lab tushirib, mana qasiga olib o'tib ketyapmiz. Hozir mana qilib, mana ko'lab baqa qarab ketyapmiz. Juda qiyin ekan, betonlari chuqur. Jonga tegdi, mana bunaqasiga olib bunga qilib baqa olib kirib ketamiz bu podvalga. Atkapdan nasos qo'yamiz, xudo xolasa. Mana qilib, mana bu yoqdan yana narishi maytga kran qilib chiqarib qo'yiladi. Endi bunaqasiga ko'lab olib ketamiz. Shaqa hozir suvga tushirib, hamma yoqdan nima qilamiz hozir? Mana shunday qilib olib ketamiz. Mana shunday ketyapti hozir, xudo xolasa. Mana ko'lab bir chekka suv chiqaramiz. Mana otim shudagi Santenik. Hammalarga salom. Hozir shogirdlar ham kelib qolsa kerak. Chetaraga kelib bordim. Yani cheklarda biz yangi chekda hozir kanalda yaqida nimada biz hozir ko'rsataman. Kotelni tomonda biz. Mana kotelni turibdi, maytdi. Ular mana shaqacha olib kelib ko'lab qilamiz, xudo xolasa. Aylantirib olib, mana shu nimani kvartira nima uyda tayida podvali bor, ashitga qilib krantlarni qo'yib, nasoslarni qilib chiqarib cho'chilarni qo'yib beramiz. Atdan keyin chiqib baqa qarab yuradi. Ba'zi maytda hojatxona bor. Podvalga xudo xolasa bolalar chaqirsak, cho'pil pul qilib berishadi. Ana shunaqa ishlar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Qani dediklar bo'lganlarida 2010-yil o'tib qolganlarda, bo'lganlarida yaxshi bo'lardi. Havas qilib nima qilardilar? O'qitgan shu kishim bo'ladilar. Mana hozir 6-yilda Santeni bo'lib, shuna ishlarni qilyapman. Xudo xolasa hammalar ham patishga qilib borsalar, hamma yaxshi bo'ladi. Otam o'tganidan keyin ham shu ishlarni qilib yuribman. Bo'lganlarda juda xursand bo'lardi. Ko'rmadi shu kunlarni, 2010-yillar o'tib ketganlar. Ota-onalaringiz sog' qilinglar, yaxshi qaranglar. Gapirgan gapiga xo'p deylar. Bir xil ayrim odamlar bor, dadalarining gapiga kirmay sansirashadi. Ko'rdim o'zim ko'zimdan urishgan, dadasidan urganini ham ko'rdim bolalarni. Men aytdim, sanlarda biring ikki bo'lmaydi dedim. Endi hayot shunaqa narsaki, nima qilsang o'shani ko'rasan deb bekorga aytmaydi. Mayli, sog' bo'linglar, ko'p gapirib bordim.